Assalomu alaykum Xurshid aka. Bugun siz bilan sizga beriladigan eng ko'p savollar haqida gaplashamiz. Mavzuyimiz insult. Xurshid aka, birinchi savolim, insult uyqu payti ham bo'ladimi? Bo'ladi. Bu asosan uyqu paytida emas, uyqu yotishdan oldin bo'ladi. Turgandan keyin qo'l oyoq ishlamasligi uyqu paytida tushunib qolishadi odamlar. O'zi aslida uxlashdan oldin bu insult bo'lgan bo'ladi. Yosh odamlarda ham insult uchraydimi? Yoshlarda ham uchraydi. Sababi hozirgi paytda sog'lom turmush tarzida harakatlanish kamayib ketyapti, noto'g'ri ovqatlanish ko'p. Shuni hisobiga qon aylanishi yaxshi bo'lmaganligi uchun yoshlarda ham uchraydi. Даже o'zimizda bir 9 yoshli bemorimiz bo'lgan, eng yosh yigitimiz o'sha insult bo'lib qolgan, u bilan ham reabilitatsiyasini qilib berganmiz. Yuz qiyshayish har doim insultmi? Yo'q, bu har doim ham insult bo'lmaydi. Yuz nervlari shamollash, yuz nerv tortishib qolishidan ham bo'ladi, lekin bu insultning asosiy belgilaridan bittasi yuzi qiyshayishligi. Bu og'irroq holat hisoblanadi va xavfli signal hisoblanadi. Bunaqa holatlarda tezkor shifokorga murojaat qilish kerak va buni chorasini ko'rish kerak. Xurshid aka, insult paytida odam hushdan ketadimi? Har doim ham hushidan ketmaydi. Ko'pincha o'zida bo'ladi. O'zida bo'ldi degani bu yengil degani emas. Tezlik bilan shifokor chaqirib, uni ko'rsatish kerak bo'ladi. Xurshid aka, mikro insult xavflimi? Ha, juda ham xavfli. To'g'ri, bu yengil o'tib ketishi mumkin, lekin bundan keyin katta insultni olib kelib qo'yishi mumkin bo'lgan xavflarni birinchisi hisoblanadi. Qon bosimi yuqoriligi insultga olib keladimi? Ha, albatta, bu yuqori qon bosimli insultning eng asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Nazorat qilinmagan bosim miya tomirlarini shikastlaydi. Xurshid aka, insultdan keyin odam yana yurib ketadimi? Ha, insultdan keyin yurib ketadi. Men doktor Xurshid qariyb 10 yildan beri 500 ga yaqin insultdan keyingi bemorlarni qayta oyoqqa turib yurib ketishlariga sababchi bo'lib kelyapman. Agar sizda yoki yaqinlaringizda ham insult kasalligi kuzatilayotgan bo'lsa, Toshkent shahri ichida men jamoam bilan sizni uyingizga borib, insultdan keyingi reabilitatsiyasini qilib berishga tayyorman. Bu bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qiling. Insult haqida foydali ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.